Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2-aprel 2025-yil xonamizga Syngenta kompaniyasini Headway kalta bodring drogalar ekilgan 17-yanvar kuni. Xo'sh, kechigi terimdan keyingi holat 1-aprelda terim qilingan. Mana hosildorligi. Ishlarni ko'radigan bo'lsak, mana bo'g'imlarni ko'radigan bo'lsak, har bitta bo'g'imida xo'sh 2 ta, 3 ta, 4 ta hosillar bor. Ancha terilgan. Mana hosildorlikni ko'rishimiz mumkin. Yana qaytarib aytib o'taman, bu terimdan keyingi holati. Mevalari ham chiroyli, buni blesk ham yaltirab turadi. Har bittasi shunaqa bir xil. Bo'g'imlarni ko'rishingiz mumkin. Deyarli og'rish, meva tashlashlari yo'q. Qalelari ham yaxshi. O'rtacha mana hammasini ko'raylik. 10-12 sm.